Ota, hali ham sening yo'qligingga ishona olmayapman. Buni anglay olmayapman. Aniqrog'i anglashni xohlamayapman. Seni boshqa ko'rmasligimni, endi birga gaplasha olmasligimizni tasavvur qilish men uchun juda og'ir. Bilaman, sen ko'p azob chekding va balki sen uchun shunday yakun bo'lgani yaxshidir. Ammo sen juda erta ketding. Oldinda hali birga zavqlanishimiz mumkin bo'lgan juda ko'p narsalar bor edi. Sen mendan so'nggi jahon chempionatida o'ynashimni juda xohlading. Ammo turnir boshlanishiga bir necha kun qolganda ahvoling juda yomonlashdi. Bu sen yonimda bo'lmagan birinchi turnir edi. Lekin onam menga uning ahvoli yaxshilanadi, u kelishga ulguradi dedi. Biz finalgacha yetib boramiz, sen kelishga ulgurishing uchun deb unga javob berdim. Har bir o'yindan keyin sendan xabar kutdim va xabar kelmasligi menga juda og'ir botdi. O'shanda vaziyat haqiqatan ham jiddiy ekanini tushundim. Shunga qaramay imkon qadar uzoqroqqa borishga, senga vaqt berish va hech bo'lmaganda bitta o'yinimni ko'rishingga imkon yaratish haqida o'ylashda davom etdim. Biz finalgacha yetib bordik, ammo sen baribir kela olmading. Men finalda g'alaba qozonib, bu g'alabani senga bag'ishlashni va yana bir yangi sovrinni senga ko'tarishni xohlagandim. Ammo uddalay olmadim. Oyoqlarim endi menga bo'ysunmay qo'ygandi. Bu safar jismoniy holatimga qarshi borishga harakat qildim, ammo bo'lmadi. O'zimni yaxshi his qila olmadim. Biz shu voqealarning barchasi haqida gaplasha olmadik. Sen hech narsadan bahramand bo'la olmading. Biz chempion bo'la olmadik, ammo o'yinlarning har biridan qanchalik quvonganimizni sen hatto tasavvur ham qila olmaysan. Va yana bir bor sen haq bo'lib chiqding. Men u yerda bo'lishim va o'ynashim kerak edi. Bularni senga aytayotganimning sababi biz gaplashishga ulgurmagan yagona mavzu shu bo'lib qoldi. Qolgan hamma narsani sen baribir shundoq ham bilasan. Biz har kuni gaplashardik. Jadvalim imkon berganida esa ko'rishardik. Endi sensiz nima qilishimni ham bilmayman. Keyin qanday yashashni ham bilmayman. Men butun umrim davomida shunchaki futbol o'ynadim. Endi esa bu ishni hali uzoq davom ettiramanmi yoki yo'qmi degan ko'plab shubhalar paydo bo'ldi. Sen boshdanoq yonimda eding va oxirgacha yetib borishimizga juda oz qolgandi. Nega yana biroz sabr qilmading? Nega bu yo'lni birga yakunlashimiz uchun yana ozgina qolmading? Bilaman, sen uchun eng katta baxt oilangning, xotining, farzandlaring va ayniqsa boshqalar bilib qolmasin-u mening qanday o'ynayotganimni ko'rish edi. Bu bolaligimdan shunday bo'lgan. Sen ishdan qaytishing bilan zo'rg'a ulgurgan bo'lsang ham, meni barcha mashg'ulotlarimga olib borarding. Ko'plab mashg'ulotlarimga esa meni onam olib borardi, chunki sen ishda bo'larding. Ammo mening o'yinlarimni sen albatta hech qachon qoldirmasding. Mening o'yinimni ko'rib qanchalik hayajonlanganingni, qanchalik quvonganingni eslayman. Garchi meni maqtovlarga ko'mib tashlamagan bo'lsang ham, sen men uchun ota ham, do'st ham, agent ham eding. Har bir vaziyatda sen aynan qanday inson bo'lishing kerak bo'lsa, shunday inson bo'lding. Hech narsada xato qilmading. Ba'zi e'tirozlarimiz, janjallarimiz bo'lganiga qaramay, oxir-oqibat sen har doim haq bo'lib chiqarding. Hammasi sen aytgandek yakunlanardi. Men seni juda sog'inaman. Ammo sen har doim yonimda bo'lasan. Ayniqsa farzandlarim bilan qanday muomala qilishimda. Chunki men ularni siz meni qanday tarbiyalagan bo'lsangiz, shunday tarbiyalayapman. Tinch yot ota. Bu yerda bizni qanday asragan bo'lsang, u yerda ham bizni shunday kuzatib tur. Barchasi uchun rahmat. Seni yaxshi ko'raman, ota.